ayollar juda muhim. Hamma narsa ayolning qo'lidan keladi. Hayotni ham ayol olib keladi-ku bu dunyoga. Prezidentimiz gapirayotganda sessiyalar o'tkazadilar-ku, ko'pincha ayollarga so'z ber deb erkaklar yugurib ketadi. Aytadi, "Voy, to'xtab tur, ayollarga so'z ber" deyiladi. Majburiy mehnatdan ozod qildi bizni, qog'ozbozlikdan ozod qildi. Maktabga shunday hali hokimdek kelib, hokimdek ketdi. Shunaqa bo'lish kerak-da. Нужно начинать с молодежи, с маленьких детей. Фундамент – это главное. Targ'ibot ishlarida qayg'unalar o'tdi. Mana shu bir-birini kelinni bunisini gapirib, bunisini payozlar уже bitadi. У нас есть водитель автобуса. Первый водитель автобуса. Hech o'ylamadim, qonun chiqadi, avtobuslarga. Ikki xayoli shuni yuragini ishladi, to'g'rilab berish, shu sog'lom bo'lib, shu jamiyatga xizmat qilsin, shu xalqqa Yashasın. Bu yil dialogu UNESCO mukofotini oldim. Butun dunyo kelib O'zbekistonda tekshirilgan bir laboratoriyalar qilsak. Очень много женщин, которые начали заниматься спортом, которые начали менять вот эту структуру в семье. Ну, они чувствуют себя женщинами. Гимнастке любой нужно пройти минимум 10-12 лет, чтобы дойти до этого соревнования. Но они заканчивают совсем другими детьми. Посмотрите, вот это один из примеров. 25 yildan narkashtachilik qilsam, shu kungacha faqat biz Amerikaga sotardik. Mana bularga Yevropa, O'rta Osiyo, Moskvaga chiqardik. Lekin o'zimizni ham nima qilasizlar buni? Kim oladi? Siz kelganingizdan keyin hamma cho'qadi. Yaxshi, maqsad shu edi-da. Mana shu narsa demak qaytib keldi. Бог через вас помогает детским женщинам. Qo'limizdan ko'p narsa keladi.